ko'z ilg'amas ummonning bor adog'i, bog'u dala o'rmonning bor adog'i, hatto moviy osmonning bor adog'i. Ammo oliy tafakkurda sarxat yo'q. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz. sodir bo'layotgan hamma narsaga tezda munosabat bildirish hayvonlarda eng muhim a'zo X mavjud. Aynan X tanadagi barcha a'zolarning harakatini boshqarib turadi. Diqqat savol. X nima? X ni 4 harfda yozib bering. Vaqt ketdi. Yaxshi bo'ldi. Miya edi. İkinci savol. Diqqatlanishing. Ushbu mavjudotning zahri tibbiyot uchun juda foydali. Ushbu mavjudot xonakilashtirilgan yagona hasharotdir. 3000 yillik tarixga ega bo'lgan mahsulot aynimas degan nomni bekorga olgan emas ekan. Bizga hasharot tayyorlaydigan aynimasni yozib bering. Bu ham 4 harfda. Jamoalar maslahatlashadi, 4 harf yozdi. Qayta o'qiyman. Ushbu mavjudotning zahri tibbiyot uchun juda foydali. Ushbu mavjudot xonakilashtirilgan yagona hasharotdir. 3000 yillik tarixga ega bo'lgan mahsulot aynimas degan nomni bekorga olgan emas ekan. Diqqat savol. Bizga hasharotni emas, aynimasni yozib bering 4 harfda. Vaqt ketdi. Ustoz ko'tarib qo'ydim hop, diqqat savol. 3-chi savolni o'qiyapman. X ni taxminan 300 yil oldin Antoni van Leeuwenhoek aniqlagan. X ning foydali hamda zararli turlari mavjud. Katta odam tanasida taxminan 200 kilogrammga yaqin foydali X yashaydi. Ular ovqat hazm qilishga hamda immun tizimini yaxshilashga yordam beradi. Diqqat savol. X ni yozib bering. Bu nima ekan? Vaqt ketdi. Voy sekinroq. Bu bakteriya edi. Biz bu narsani faqat bir xil rangda ko'rib o'rganib qolganmiz. Lekin uni mikroskop ostida ko'rganimizda qizil, yashil hamda qora rangda ham bo'lishi mumkinligini bilishimiz mumkin ekan. Bir topishmoqda bu narsa kapalakka o'xshatiladi. Bu narsani yozib bering. Vaqt ketdi. Bu buyumning nomi igna edi. Endi ya'ni kitobda bor deb o'ylanday belgidan keyin miltiq otishi kerak edi. Dadajon bitta belgi berardi, undan keyin zakovatdan keyin shuni bilmaylar.
Ya'ni dadajon hushtak chalgandan keyin. Hushtak chalgandan keyin. Xo'p. Hurmatli o'quvchilar, barakalla juda qiziqarli o'yin tashkil qilinibdi. Buni sinf rahbariylarga, ustozlarga, tashkilotchi, amaliyotchi ustozlarga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi zakovat tadbirimizda, bellashuvimizda, bilimlar bellashuvimizda 7 ball bilan yengilmas burgutlar 3-o'rinni egalladi. 14 ball bilan Donolar guruhi 2-o'rinni egalladi. Va 16 ball bilan Bilimdorlar guruhi. Bugungi zakovat bellashuvimizning g'oliblari Bilimdorlar guruhi. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda